obunachilar. Yana bir yangicha ko'rinishi. Biletlar uchun ajoyib kalso bo'ladi. O'zi tayyor figuralari ham Pavrotda, ham Pathfinderda yo'nadi bunimiz. Ruslanning Xitoy fabrikasining narsa bo'ladi. Samedalniy emas. Hamma mashinaga tushaveradi. Bir daqiqalab qo'ysa bo'laveradi. Kaysiferlarga addan e'tibor berasizlar. Farang ichida turgandan o'ta olib turadi. Palasalari ham addan tema. Farang ichida atirjat berib nikellari palasalarni addan ajratib chiroyli video berib turadi. Kim shunaqa kalsolar kerak bo'lsa bemalol kelib do'konimizda xarid qilishingiz mumkin. Videomiz kengroq tarqalishi uchun like, podpiska. Xo'p, narxi kimga qiziq bo'lsa kommentariyada yozing, narxlarni tashlab beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu Farag kalsolarimizni yonadigandan biletlarga ham zo'r tushadi, lopali farlarga ham qo'ysa bo'ladi. Universal bo'ladi, hamma mashinaga ketaveradi. Ruslanning Pavrot holati bu. Yo'nishiga addan o'zini baho berasizlar. Bu samedanniy bo'lmaydi, zo'tsko. Shishalari ham o'ta kачественный chiqqan. Buni figuralari, boshqacha figuralari ham bor. Do'konimizga kelib, bemalol ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Namangan shahar, Lolajahon bozori. Faraga nima qo'yish bilmay yurgan do'stlaringiz kechirim etib qo'yardilar shu videoni. Buning ichiga biletlarimizni ham zo'rlanib kelib qo'yganmiz. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar. Mana rasmda turgan holat.